remont boshlagandan beri men o'z uyda kimligimni ham esdan chiqarib qo'ydim. Bir qarasam uy bekasiman, bir qarasam prorabman, bir qarasam ustalan shaxsiy povurman. Bugun ham bolli och qolmasin deb o'z aslida kontent uchun kelganman. 70 yildan beri ishlatilmagan qora qozonga erimga yetib, tez ovqat qilishim kerak, tegini yoqib bering dedim. Ustalasi maza qilib ishlashyapti. Bularni shunaqa boqib qo'ydimki, remont ilohim tugamasin deb ichligida niyat qilishyapti. Men bo'lsam remont qachon tugar ekan deb duo qilaman. Tezroq shirin ovqatli yeysa, tezroq bitirib ketsa, rahmat. Xo'p, ustalar ham odam, normalniy ovqat beringlar deydiganlarga go'shtlarni ko'ppana qilib soldim. Bu bo'lsam chuchvarani ichi ham to'la go'sht. Chuchvarani tayyordan foydalanib qo'ydim, chunki men hozir chuchvara tugagan bo'lsam, uyimizga 2028-yilda kirib boramiz. Hamma xursand, ovqatlar pishyapti. Jaz-juz qilib shunaqa chiroyli pishirdim, o'zim havoslarim kelib ketdi. Ovqat qaynatib qo'yib, normalniy odam dam olardi. Men normalniy damman, sekin borib xolodilnikka ochsam, xolodilnik ichidagi narsalar menga assalomu alaykum deyapti. Qachon ularni olganimni eslamayman, lekin ular men aniq eslashyapti. Xolodilnik toza bo'lgandan keyin uyga kirdim. Aytishadi-ku, to'y qilganga, uy qurganga, ayniqsa usta boqqanga 100 yil tegmagan deb. Endi videoning eng muhim joyi, ustalar chuchvarani maza qilib yegandek ko'rinyaptimi? Ishonmanglar. Nomaqob chuchvarani bechoralar zo'r qilishdi. Yangi zo'r ekan, mazasi cho'tka ekan. Yana orada pomidor bodring bilan yeli, tu sepmaganman pomidor bodringni deb qo'yaman. Ha, mayli deb yeb oldim. Chunki boshligin tepasiga kapkir bilan kelib oldim. Eng zo'r tomoni videoda ovqat sho'rligi bilinmaydi. Ustalar ovqat yeyapti, men xursand, kadr oti desa ustalar, suv bormi opa? Deyishga ham cho'chib turishdi. Xullas, mana shunaqa kunimiz bor. Если что, short chuchvaraga zakaz olaman.